qo'yishdan oldin uni aylantirishimiz kerak. Sababi bular +2 gradusda keladi, ya'ni uyg'onmagan bo'ladi. Sal aylantirsak, bular uyg'onishni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlar. Faol. Issiqxonada tarqatilishi oddiy mana bunda sepib chiqiladi. Ayniqsa ko'proq joylarga ko'proq sepiladi. Agar harorat 20 gradus bo'lib tursa, issiqxonada 3 hafta ichida Phytoselius 50 tadan 60 tagacha tuxum qo'yadi. Lichinkasi esa 2-3 kundan keyin tuxumdan chiqishni boshlaydi. Agar havo harorati quruq bo'lsa, namlikni ko'tarishimiz lozim, sababi qo'yilgan tuxumdagi lichinkalar chiqishini tezlashtiradi. Foydali hasharot qo'llanilgan joyda oltingugurtli vositalardan foydalanish taqiqlanadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling.